Türkistanlık qarindoshlar, Sharq Turkiston xabar agentligining xabarlar programmasini ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Tunda tafsiliy mazmunlarni diqqatingizga sunamiz. Cambridge Universiteti Xitoy davlat egiligidagi harbiy texnika shirkati bilan bo'lgan hamkorlikni oxirlashtirilgan. Times gazetining 4-sentabr kunidagi xabariga qaraganda, Xitoy davlat egiligidagi harbiy texnika shirkatining ana shirkati Olam kemasi boshqarilgan bomba va uchquchsiz aeroplan ishlab chiqargan. Universitet ichidagi bir tadqiqot guruhi ilg'or fotonka va elektron markaziy texnika magnati Huawei va Xitoyning olam qatnashi planidagi asosli o'digarlarning tarmoq shirkati qatorliq bir qancha Xitoy shirkati bilan hamkorlashgan. Angliya Xitoy oshkora xayr-saxovat organi erishgan va Times gazeti manba berilgan hujjatlarda Universitetning Beijing olam qatnashi kontrol uskunalari tadqiqot o'rni bilan 4 tadqiqot turi ustida ishlaganligi ko'rsatilgan. Amerika Tashqi ishlar ministrligining doklad berish xotirasida Beijing olam qatnashi kontrol uskunalari tadqiqot o'rnining Xitoy olam qatnashi fan texnika shirkatining tarmoq shirkati, Xitoyning eng chong davlat egiligidagi ishlab chiqarish shirkatlarining biri ekanligi, davlatning olam planini texnika bilan ta'minlaydiganligi jazmlashtirilgan. Kanada hukumati Xitoyning Uyg'urlarni majburiy emgakka selish qilmishiga qarshi harakatga o'tgan. Xitoy turi xabar torining 31-avgust kunidagi xabarda aytilishicha, parcha sotuvchi Walmart, kiyim-kechak ishlab chiqaruvchi Yogo Boss va Daisel Kanadaning korxonalarning mas'uliyatini surishtirilish organining tekshirishini qabul qilgan 14 shirkat ichidagi eng oxirgi shirkatlar hisoblangan. Bu 14 shirkatning hammasi ta'minlash zanjirida majburiy emgak bo'lgan Xitoy shirkatlari bilan to'xtamnoma tuzgan ekan. Nike Kanada, moda markasi Ralph Lauren Kanada, kanchilik magnati Dynasty Gold inchik tekshirilayotgan shirkatlar orasida ekan. Kanada savdo mas'uliyatini tekshirish vakolatchisi kiyim-kechak, kanchilik, neft va tabiiy gaz sohalaridagi shirkatlarning chet el tijoratidagi kishilik huquq dafsanchiligi to'g'risidagi ayblashlarni tekshirish uchun 2018-yili qurilgan bo'lib, jarimani qo'yish yoki har qanday jazo berish salohiyatiga ega emas ekan. Ammo e'lon qilgan doklatining xarakteri mal sotib oluvchining boyqut qilishiga, shundaqla Kanada hukumatining qo'llashini to'xtatishga yoki inkor qilishiga yo'l ochadi ekan. Navbatda yana ko'p shirkatlarni tekshirish ko'zlanmoqda ekan. G'arb davlatlarining Rossiyani jazolashi sababidan Xitoy banklari Rossiyaga milliardlarcha dollar qarz bergan. Qarz tunji pochta xabar torining 4-sentabr kunidagi xabarga qaraganda, iqtisod vaqti xabarining Kiev pochta maktabi ta'minlagan sonliq ma'lumotlardan qilgan analizidan ma'lum bo'lishicha, Xitoyning 4 chong bankasi Rossiyaning bankchilik sistemasiga bo'lgan xatarni 4 darajada orttirgan. Pul muomala vaqtining doklatiga qaraganda, Rossiyaning g'arb banklarini chegirdan qo'g'lab chiqarishiga ergashib, Xitoydagi eng chong banklar Rossiyani iqtisodiy yordam bilan ta'minlashni kuchaytgan. Moskva 2022-yili 2-oyda Ukrainaga tajovuz qilgandan boshlab, g'arb nazorat qilib boshqarish tarmoqlari Rossiyani qattiq jazolab, bank organlarini bu davlatdagi tijoratini to'xtatishga chaqirgan bo'lib, Xitoy qarz berguvchilar bu bo'shliqni to'ldirib kelgan. 2022-yilning boshida Xitoy bankasi cheklik shirkati, Xitoy sanoat va savdo bankasi cheklik shirkati, Xitoy qurilish bankasi shirkati va Xitoy yezigilik bankasi qatorliqlar birlikda 2 milliard 200 million dollar chiqargan. Rossiya Markaziy bankasining sonliq ma'lumotiga qaraganda, Xitoy banklarining qarz berishi bu yil martda oxirlashgan bo'lib, 14 oy ichida bergan qarz 10 milliard dollarga yaqinlashgan. Kiev iqtisod institutining muavin taraqqiyot direktori Andrey Anoprienko Xitoy banklarining Rossiya banklari va qarz organlariga bergan qarzda asosligi dollar va yevroning o'rnini yuan olgan bo'lib, jazo o'z ta'sirini ko'rsatyapti degan. Vatanga mansublanmak vafodorlikdir. Vatanga xizmat vafodorlikdir. Vatanga fidokorlik vafodorlikdir. Vatan bizga avod qilishimiz uchun, o'rinbosarlik mas'uliyatimizni bajo keltirishimiz uchun, kalimatullohni ustun qilib, insondek yashashimizni kafolatga ega qilishimiz uchun berilgan Allohning omonatidir. Omonatni topshirib olmoq o'z navbatida uni muhofazat qilishga ahd qilishni o'z ichiga oladi. Uni tajovuzchiga yam qilmaslikni, qadr-qimmatini dafsanda qilg'uchiga yo'l qo'ymaslikni, bizni undan ayirishga, uni bizdan yatlashtirishga, bizni uning bag'rida hur yashashimizga to'sqinlik qilishga tuting'uchiga qarshi turishni o'z ichiga oladi. Mana bu vatan ahdisidir. Ahdiga vafo qilish burchdir, sadoqatdir, erkaklikdir.
Əhdini unutish bo'lsa, vafosizlikdir. Sadoqatsizlikdir. Uni zoya qilish xiyonatdir. Vafosizlik va xiyonat orasida davr qilib turayotgan bu omonat ko'z oldimizda halokatli xatarni boshdan kechirmoqda. Omonatlik vatan ifodalab bo'lg'usiz darajada qabohatlik davrlarni boshdan kechirayotgan bu kunlarda ahdisini esiga olgan haqiqiy sadoqatparvar sohiblarini sig'inmoqda. Hurlik yo'lida qinini oqqizgan, barlig'ini fido qilgan qahramon shahidlarini yod etmoqda. Ularning izbosarlaridan vafo mezoniga o'ltirg'izg'ili bo'g'idek jarangliq sadoni kutmoqda. Tajovuzchilarning dahshatli dafsanchiliklariga qarshi o'zini muhofazat qilishga borlig'ini atagan vafodorlik shuuri o'lmagan sodiq qo'shunini saqlab turmoqda. Bo'lmadi deganda duch kelayotgan xatarning ritmini bozdirma astiltishga yaraydigan bozorning ahvoliga qarab emas, xatarning darajasiga qarab ish tutishni. Buningdanmi adashga yuzlanayotgan xatarga oldin to'g'on selishni biladigan avangardlarni, vafodorlikni qavash-chaqliq haqqoniy pozitsiya bilanmi bo'lsa sahib chiqishni o'ylaydigan vafokor vatan mansublarini kutib turmoqda. Burhan Muhammadning chaylanayotgan Vatan ahdi nomli maqolasidan e'landi. Bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'pdan-ko'p rahmat. Kelar qitimqi programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.